Kecha Gollandiyadagi Enzazadin kompaniyasiga bordik. Yevropadagi eng katta urug' seleksiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniya. O'sha yerda chala qolib ketgan edi, seminar bo'ldi. Seminarda o'sha turkiyalik Roshan degan inson eng katta o'sha Enzazadinning menejerlaridan biri. Seminar konferensiya o'tkazdik. Yerda o'sha Enzazadin bilan tanishtirdilar. 1938-yil tashkil topgan oilaviy kompaniya hisoblanar ekan. Davlatga hech qanaqa qarashli joyi yo'q ekan. Qisqasi o'sha laboratoriyalari, genetikasi va boshqa masalalar bo'yicha gaplashdik o'rtoqlar. Undan keyin o'sha urug' ishlab chiqarish jarayonlariga kirib ketdik. Telefonlarni olib qo'yishdi, ko'rsatishmadi, berishmadi. Va yerda o'sha etap urug'larni ishlab chiqarish jarayonlari bilan bizani tanishtirib bordi. Ya'ni o'sha ekilishi, har bitta o'sha sabzavot va poliz ekinlardan olinadigan urug'lar bo'yicha ular bilan tanishtirib bordi. Urug' kelishi, qisqasi namligiga qarab birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap sushilkalardan o'tishi, laboratoriyada bu urug'da virus bormi, yo'qmi, o'sha jarayonlarni har bitta texnologiyalari bilan o'sha Mr. Roshan tanishtirib bordilar. Hammasini imkon qadar o'rganishga harakat qildik. Lekin bu baribir bu olish kerak bo'lgan informatsiyani 100dan biri degan bo'ladi. 99i baribir qolib ketdi. 99i qolib ketdi. O'sha Enzazadin kompaniyasi bo'yicha film qo'yib berishdi. Ha, yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Enzazadin kompaniyasi faqatgina sabzavot va poliz ekinlari bilan shug'ullanar ekan. Dukkakli o'sha jo'xori, ko'zam paxta, g'alla va boshqa ekinlar bilan shug'ullanmas ekan. Faqatgina sabzavot va poliz ekinlari. Qisqasi bir 66 tami, 67 xil sabzavot poliz ekinlari bor. 1,5 mingdan ortiq gibridlari bor ekan. Har xil gibridlari bor ekan. O'shalar bo'yicha gaplashdik. Endi Gollandiyada bilasizlar, umumiy Yevropada urug' seleksiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar juda ham ko'p. Bu yerda mana Gollandiyaning o'zida o'sha Enzazadin degani bor, Rixvan degani bor. Undan tashqari Ispaniyada Fito va boshqa kompaniyalar juda ham ko'p o'rtoqlar. Lekin Enzazadinni o'sha ajralib turishi faqatgina o'sha sabzavot va poliz ekinlari bilan shug'ullanar ekan. Va undan tashqari bergan ma'lumotlarida laboratoriyasida o'sha genetikasida ishlab chiqariladigan jarayonlar. Xo'p, bundan tashqari ko'plab foydali ma'lumotlarni imkon qadar sizlarga olishga harakat qildik. TOBRV virusi bo'yicha gaplashdik. Ya'ni hozirgi kunda Enzazadin kompaniyasi hozir aniq eslay olmayman. Masalan, yillik daromadi aytaylik 1 milliard yevro bo'ladigan bo'lsa, o'sha yillik daromadining 30%ni исследование uchun ajratar ekan. Ya'ni o'sha ilm uchun, o'rganish uchun, har xil tadqiqotlar uchun ajratar ekan. Bu degani 1 milliard yevro agar yiliga daromad qiladigan bo'lsa, 1 milliard yevrodan qancha bo'tdi? 30%, 300 million yevro bo'tdi. 300 million yevroni shunchaki tadqiqot uchun sarflar ekan. Va eng katta e'tibor berayotgan narsasi mana shu TOBRV virusi kasalligi bo'yicha imkon qadar shunga chidamli gibridlarni ishlab chiqarishga harakat qilayotgan ekan. Bu Enzazadinning reklamasi emas, reklama qilganim yo'q. Faqatgina o'sha ma'lumotlarni berib o'tyapman sizlarga xolos. Bundan tashqari eng kerakli ma'lumotlardan bittasi mana shu kompaniyani Enzazadin kompaniyasining o'zining akademiyasi bor ekan Gollandiyada. Bemalol kelib, o'qib, o'rganib mana shu jarayonlar bilan tanishsa bo'lar ekan. Ya'ni agar ilmga chanqoq bolalar bo'lsa, yigitlar bo'lsa, mana shu akademiyada o'qib, o'rganib, mana shu ishlarni O'zbekistonda ham tashkil qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Qolgani mablag' masalasi qoladi, xolos. Mablag' bo'lsa, bilimli bolalar bo'lsa, bemalol akademiyada o'qib, va bu yerda mutaxassislarni jalb qilib, mana shu seleksiya bo'yicha kerakli laboratoriyalar olib kelib, to'g'ri arzon emas, juda qimmat turadi. O'sha urug'larni etapdan etapga o'tish jarayonidagi ishlatiladigan texnologiyalari, sushilkalari va boshqa jarayonlari hammasi arzon narsalar emas, lekin uni ishlatib bila oladigan mutaxassis kerak. Unaqa mutaxassislar o'zimizdan chiqib, chetlarda o'qib, mana Gollandiya, Germaniya va boshqa Belgiyadagi akademiyalarda o'qib kelishsa, mana shu jarayonlarni bemalol tashkil qilsak bo'ladi o'rtoqlar. Asosan bo'lgan ishlashuv va qolganlari bilan keyin sekin sizlar bilan istoriyada tanishtirib boraman. Hozircha Gollandiyadamiz, bugun kechqurun Belgiyaga boramiz va kechagi voqealarni ham qatlarga bordik, nimalar qildik, qo'yib borishga sizlarga harakat qilamiz. Alloh rozi bo'lsin, ishingizga rivoj bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.